Barchaga salom obunachilar, sizlar bilan birgalikda men Starjonman va meni YouTube kanalimga xush kelibsizlar obunachilar. Sizlarni YouTube kanalimda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Nima gap tuzumizlar charchamayapsizlarmi va sizlar 13-qishloqqa xush kelibsizlar obunachilar. Agarda bu videoni o'tgan qismini ko'rmagan bo'lsanglar, iltimos, men sizlarga o'tgan qismini ko'rishni tavsiya qilaman, chunki o'tgan qismini ko'rmagan bo'lsanglar, bu video sizlarga unchalik ham tushunarli bo'lmaydi. Shuning uchun shundoq like bosing, kommentariyaga o'tgan qismini shundoq ko'rib keling, keyin bu qismiga o'taman deb yozib qoldiring va o'tgan qismini ko'ring. O'tgan qismini ko'rganlar bo'lsa, unda sizlarga maroqli hordiq tilayman obunachilar. Xo'p, mayli, hozir biz qiladigan ishimiz har doimgidek qishloqdagi ishlarni qilib olish. Lekin obunachilar, sizlarga aytadigan bitta yomon xabarim bor. Mana bugun 2-kun va atrofda hali ham tuman ketgani yo'q va ritellar ham qaytib kelgani yo'q. Kamera yozuvlariga qarab chiqyapman. U yerdan hali hech kim chiqib ulgurgani yo'q obunachilar. Xullas, mana shu uy ertalabdan kechgacha nazorat ostida turibdi va birgina narsa meni juda ham qiziqtiryapti. O'zi bu uyga ritellar nima uchun kirishdi va nima uchun hali ham hech kim yo'q bu yerda, bir dona stulchikdan tashqari. Balakatdini obunachilar, juda ham qo'rqib ketyapman. Nima qilsak bo'ladi? Bu la'nati ritellar qayerga yo'qolib qolgan bo'lishi mumkin yoki bu biror bir prankmikan? Mayli. Video kameralar har doimgidek yonib qoladi toki ularning quvvati tugab qolmaguncha. Bir hafta bo'lsa, bir hafta kutamiz. Xo'p, hozir esa mana bu ishlarni qilamiz, lekin obunachilar, bizda mer ham yo'q, chunki mer ham mana shu uyga kirib ketib, qaytib chiqqani yo'q. Xullas, qishloqdagi barcha mana shu uyga kirib ketgan va umuman bu yerdan hali qaytib chiqarishmadi. Politsiyaga qo'ng'iroq qilsam esa politsiya 3 kungacha ko'rinmasa, undan keyin qidiruvga tushamiz. Chunki ular sizning bolangiz emas yoki bo'lmasam ular sizning ukangiz yoki akangiz, xullas yaqin insoningiz emas. Ular siz uchun juda ham begona, shuning uchun ular uchun qayg'urmang deyishdi, lekin obunachilar bilmadim qanday qilib qayg'urmasligi mumkin. Ular meni shunchaki do'stlarim va agarda ularga bir narsa bo'lgan bo'lsa, men mana bu yerda shunchaki qornimni o'ylab ish qilib yuribman, lekin aslida vaholanki men ularni nima desam bo'ladi? Men ularni tez topib yordam berishim kerak. Agar ularga yordam kerak bo'layotgan bo'lsa, unda mayli obunachilar, balkim yordam kerak emasdir. Balkim bu shunchaki prankdir. O'ylashimcha obunachilar, bu prank, chunki bilmadim, juda ham prank bo'lishini xohlayapman. Agar biror bir voqea bo'lgan bo'lsa, balkim u yerda qandaydir bir o'zga sayyoraliklar yashirinib olgandir, bizga o'xshash uy qurmoqchi bo'lib. Chunki obunachilar, bunaqa uylarni bilasizlarmi, qanchadan beri qurmay qo'yishgan. La'nati, kameramni mikrofoni uncha yaxshi ishlamayapti, shuncha ming bor uzr so'rab qolaman. Ovozda biroz muammolar bo'layotgan bo'lsa, xo'p, mayli, davom etamiz. Hozir esa biz ekadigan narsamiz sabzi bo'lishi kerak. Agar adashmasam, sabzlarni mana shunday qilib ekib chiqamiz. Juda ham yaxshi, juda ham ajoyib desak ham bo'ladi obunachilar. Va sizlarga nima demoqchiman? Bu narsalarni merning uyiga olib kira olmayman obunachilar. Sababi, agarda hozir men bularni merning uyiga olib kiradigan bo'lsam, prosta o'ylaylar trash bo'ladi, trash. Nimaga trash? Chunki merning o'zi yo'q va bekordan bekor uyga olib kirmayman-ku. Undan ko'ra bularni qovurib, pishirib tayyor qilib turaman. Agar mer kelsa, merga shundoqligicha berib olaman. Ya'ni merning ishini qilib turaman. Balkim ular tirikdir, balkim shunchaki bilmadim, biror ish bilan qayergadir ketib qolishgandir kechasi, endi nimadir bo'lib. Xullas kalom bilmadim. Agarda ular sog' omon bo'lishsa, ularning ishini qilib turaman va ular bundan bag'oyatda xursand bo'lishadi. Xullas, bugungi videoroligimiz mana shundan iborat bo'ladi. Menimcha, ularning ishini qilamiz va agar yo'lda juda ham qiziqarli nimadir chiqib qoladigan bo'lsa, obunachilar, bilmadim. Mayli, politsiyalarga yana bir marta qo'ng'iroq qilaylikchi. O'tgan safar qo'ng'iroq qilganimda bir tele foydasi bo'lmadi. Kelib ketishdi bir marta, lekin baribir aytib o'tganimdek deyarli foyda bergani yo'q. Xo'p, mana bu yerdagi 4 ta temir tayyor ekan. Bu yerdagi 5 tasi ham tayyor obunachilar. Nimadir bo'lsa har doimgidek survival qilishga narsalarimiz bor. Xo'p, endi kartoshkani yarmini bu yerga yoqib qo'yamiz. Bo'ldi. Xo'sh, endi bularni sandiqqa joylashtirib, qishloqdagilarni hammasini ham qilib chiqishimiz kerak, chunki obunachilar, ular ham juda ham zaril. Chunki bilmadim, ular kelishgandan keyin voydod bularning dabdalasi chiqdi deb qolishmasin, bankrotga uchrashmasin obunachilar. Shuning uchun ularnikini ham tezda qilib tashlaymiz. O'zimiznikiga o'xshab berilib qo'yamiz, lekin endi nima deydi, yaxshilik qilamiz albatta. Va undan keyin sizlar bilan obunachilar, mana shu uyni atrofini yaxshilab o'rab tashlaymiz, shtop kimdir kirib yana yo'qolib qolmasligi uchun. Hozir men kirishga juda ham qo'rqyapman, lekin baribir ichkarida nimalar bo'layotganini aniqlash kerak yoki bo'lmasam qanaqadir aslahalar bilan kirishim kerak. Mayli, ungacha o'rab turay obunachilar, mana bu ishlarni qilib bo'lib, u yerni o'raymiz va keyin esa u yerga kirib ko'rishga harakat qilamiz.
Yo'q, birinchi o'rab tashlash kerak va bu yerda bu narsa qanday qilib paydo bo'lib qoldi? Bilmadim to'g'risi. Obunachilar bu narsa qanday qilib paydo bo'lib qolganini olib tashlaymiz. Qaysi jikel buni o'rnatgan? Tentak. Xo'sh, mana buni va mana buni olamiz. Ana endi ketdik. Uyning atrofini yaxshilab yopib, amallab obunachilar bilmadim nima qilib tashlaymiz. Qo'limizdan nima kelsa shuni barchasini qilib tashlashimiz kerak bo'ladi. Xo'p. Okey. Kelamiz. Mana bu yerga ovqat qo'yib qo'ygandik. Dalli bu achib dabdalasi chiqib ketibdi obunachilar. Bo'ldi, buni uje keragi yo'q. Mayli, mana bu yer qilib, mana bu yerga qo'yib qo'yamiz. Agarda yo'qolib qolsa ham kimdir bor bo'ladi. Xo'p, birinchi navbatda buni mana bu yerga joylashtiramiz va mana shunday tipa caution. Tak. Va obunachilar buni mana bunday tarzda joylashtiramiz. Okey. Mana bunday. Bu yerga joylashtiramiz. Tak. Polniy atrofini o'rab tashlashimiz kerak. Bu ish qilib xuddi orqamdan hozir kimdir chiqib borku kalla qo'yib qoladigan deydi. Shunaqangi qo'rqinchli tuyulyaptiki menga obunachilar. Mayli, bu yerdan tez ketay, la'nati uyning yonidan. Lekin o'zga soraliklar bo'lsa, o'ylab ko'ring obunachilar, bu o'zga soraliklar bo'lsa nima qilgan bo'lardik? Hozir ulardan qanday qilib qochib qutulgan bo'lardik? Ular bu yerga kelishdimi? Ular bu yerga joylashishdimi? 99% bilan ularda qurol bor, chunki bu sayyorani ular bilishmaydi. Nimalarni o'ylab tashlayapman-a? Juda ham yomon narsalarni o'ylab tashlayapman obunachilar. Bu prosta tak trash. Okey, buni joylashtirish kerak. Xo'p, mana shunday. Hazırlashdim. Mana bunday va mana bunday bo'ldi. Taxlab qo'ydik. Endi navbat mana bu yerdagi agorodlarga qarash. Yaxshi, mana shunday qaraymiz. Okey. Tak. Shunday davom etadi. Va bu yerga ham sabzilar, albatta, chunki sabzilar juda ham ko'p. Va endi bu yerga faqatgina smena pshenitsa ekamiz. Balakat obunachilar, bilasizlarmi, qanaqadir sovuq tushgan, hozir kuz o'zingizlar bilasizlar, yoqimsiz havolar boshlayapti. Mana bu kuz oyining eng yaxshi oylaridan biri, chunki bu oyda juda ham yaxshi havo, ya'ni iqlim bo'ladi, odamni tanasiga yoqadi. Salqin iqlim kimga yoqmaydi albatta. Undan keyin esa obunachilar achchiq sovuqlar tushishni boshlaydi va undan keyin mana shunaqa tumanlar bo'lsa, sovuqda yana ham qo'rqinchli, yana ham yoqimsiz tuyuladi va bu la'natli his-tuyg'uni yo'qotish uchun shunchaki uyda issiqqina kofeni ichib o'tirish kerak, xolos. Bo'ldi, boshqa hech narsa qilish kerak emas. Bular hali ham yonishda davom etadi ekan, lekin kartoshkalar tayyor ekan. Mayli, bu yerga qo'yamiz va qolganini esa bu yerga qo'yamiz va bizda kartoshkalar tayyor. Endi obunachilar, biz non yasab qo'yishimiz kerak. Tirik qolish uchun nima kerak, nima juda ham muhim bo'lsa, shuni barchasini tayyorlashimiz kerak. Qani kelinglar, seni qo'lingdan non ham tayyorlash keladimi desanglar, albatta obunachilar, meni qo'limdan non ham tayyorlash keladi. Xudoga shukr. Bo'ldi, endi mana bu temirlarni ham qo'yib qo'ysak, agarda bizda mana bu narsalar tugaydigan bo'lsa, shartta o'rnini to'ldirib qo'yamiz va ko'proq endi o'tin olib kelib qo'yish kerak, chunki bizga o'tin ham juda ham kerak bo'ladi bunaqangi tumanda. Mayli, faqat gaz va yana gaz. Aytgancha kelib borguncha, bu yerda hali ham hech narsa o'zgarmagan. Borguncha nima deydi? Politsiyachilarga qo'ng'iroq qilamiz. Xo'sh. Qani? Alo, assalomu alaykum. Minecraft politsiya xizmati eshitadi. Qanday yordam bera olamiz? Assalomu alaykum. Bilasizlarmi? 13-qishloqda bitta uy bor dedi. Xo'sh, nechinchi uy? U uyning raqami yo'q, shunchaki u uy kecha paydo bo'lib qoldi. Tushunmadim. Hech qanday qurilishlarsiz qanday qilib paydo bo'lib qolishi mumkin? Axir Minecraft olamida adminlardan tashqari hech kim kreativ emas va bunday tezlarda uy qurish noilojsiz. Siz buni yoki payqamay qolgansiz yoki boshqa joyda bo'lgansiz. Ammo bir kunda uy qurish iloji bormi? Albatta, maxsus ustalar bilan bir kunda emas, yarim kunda ham qursa bo'ladi. Okey, mayli bo'pti, lekin uy juda ham sodda, 4 burchak kubikdan iborat edi va unga ritellar kirgandan keyin shunchaki yo'q bo'lib qolishdi. Bunga endi qanday qilib ishonish mumkin, janob? Bilmadim, lekin ulardan juda ham xavotirdaman. Yo'qolganiga qancha vaqt bo'ldi? Ichkariga kirib ko'rmadingizmi? Ichkariga kirishga juda ham qo'rqyapman, chunki ko'z oldimda ichkariga kirdi va qaytib chiqmadi. Nima? Ichkariga bir kirib ko'ring. Ichkarini poyladim. Ichkari shundoq ko'rinyapti. Ichkarida boshqa xonalar ham yo'q. Shunchaki ular ichkariga kirishdi va g'oyib bo'lishdi. Hozir ham qarab turibman. Yo'q.
Ha, gaplaringizga unchalik ham ishongim kelmayapti. Mayli, yoningizga xodim jo'nataman. Mayli bo'lmasam 13 qishloqqa keling, o'zim kutib olaman. Yaxshi, 25 yoki 20 daqiqa atrofida xodim sizni uyingiz yonida bo'ladi. Bo'ldi, tushunarli. Mayli, rahmat. Xizmat sifatini tekshirish uchun birni bosing. Yo'q, bo'ldi. Mayli obunachilar, xodim kelyapti ekan. Qani biz u xodim bilan ham bir gaplashib ko'raylikchi. Xodim bizga nima der ekan? Ha, bular har doimgidek bahonasiz.